O'zbekiston SSSR Samarqand 1941-yil. Gerasimov, Malik Qayumov boshchiligidagi ekspeditsiya butun dunyoni hayratga solgan Amir Temurning Go'ri Amir mavzolesini qazishga boshlashdi. Ushbu jarayondan maqsad haqiqatdan Amir Temur shu yerda ko'milganmi, u haqiqatdan buyuk sarkarda bo'lganini aniqlash edi. Haqiqatdan o'sha kuni Qayum Malikov boshchiligidagi video jarayonni oladigan komanda choyxonada qariyalarga duch kelib qolishadi. Qariyalar tomonidan ularga bir arab tilidagi kitob ko'rsatiladi va bu qabrni kavlamaslik, Amir Temurni bezovta qilmaslik kerakligi, agar Amir Temurning qabri ochilsa, butun dunyoda urush bo'lishi aytib o'tiladi. Lekin shunday bo'lishiga qaramay, Malik Qayumov borib Gerasimovga ushbu fikrlarni aytganda, dinsiz bo'lgan Gerasimov buni ustidan kulib, bu shunchaki rivoyat ekanligini, Amir Temur oddiy inson ekanligini, u har qanday tarixiy shaxsni o'rganish mumkin ekanligini ta'kidlab o'tadi. Va aynan qabr ochilib, u yerdan suyak, Amir Temurga tegishli suyaklar topiladi va jarayonda aniq bo'ladiki,